Bu videoni o'zini o'sha торговый представитель, ya'ni savdo vakillari, agentlarini ishlatishni xohlamaydigan, ularni boshqarishni xohlamaydigan yoki ulardan har doim norozi bo'ladigan, vечно недовольный yuradigan, lekin o'zini dohiy deb, geniy deb hisoblaydigan, aslida tupoy bo'lgan supervizor yoki menejerlarga aynan shu videoni ko'rishni tavsiya qilmayman. Bu video ular uchun emas. Bu videoni kimga tavsiya qilaman? O'zini o'sha savdo agentlarini motivatsiya qilishi yo'llarini qidirayotgan, ularni boshqarib, ularni yaxshi natijaga olib chiqishni xohlaydigan, shu bilan birga o'zi ham rivojlanishni xohlaydigan, ishda yaxshi natijalarni ko'rsatishni xohlaydigan, kelajakda o'sha katta o'sha karyerni rost qilmoqchi bo'lgan, shuni xohlagan supervizor va menejerlarga shu videoni oxirigacha ko'rishni tavsiya qilaman. Muhtaram supervizorlar va menejerlar, sizlar o'zingizlarni agentinglarga KPI yoki bonusli programma tuzib berayotganingizda har doim bitta narsaga e'tibor qilinglar. U o'sha KPI bo'ladimi, bonusli programma bo'ladimi, u motivatsiya berish kerak. Ya'ni ishga, harakat qilishga rag'bat uyg'otish kerak. Agar rag'bat o'sha harakat uyg'otsa, shu narsani e'lon qilganingizdan o'sha kundan boshlab agentlaringiz o'sha harakat qilib ishlashni boshlasa, savdosi oshishni boshlasa, demak, siz to'g'ri motivatsiya qo'ygan bo'lasiz. Agar ular harakat qilishni boshlamasa, o'sha bir tekisda ketayotgan bo'lsa, misol uchun pastlikka qarab, jarlikka qarab, demak, siz qo'ygan o'sha KPI programma bo'ladimi, bonusli programma bo'ladimi, bu motivirat qilmaydi, ya'ni ishlamaydigan, hech kimga foyda bermaydigan programma ekanligi ma'lum bo'ladi. Masalan, siz o'sha savdo agentlaringizga deylik, bir oyiga 3 tonna o'sha mahsulot sotishni plan qilib qo'ygansizda, lekin siz ularga bonusli programma qilib yoki KPI'da agar bir oyda 8 tonna yoki 10 tonnaga olib chiqsalaring, savdoni sotsalaring, sotuv prodaja qilsalaring, shunda sizlarga mana bunaqa bonus beramiz, unaqa bonus beramiz deyish bu noto'g'ri bo'ladi. Chunki ular 3 tonnani zo'rg'a sotib turgan bo'lsa, ularga 3 barobar qiyin, ya'ni fizически невозможный, imkonsiz bo'lgan narsani berish bu noto'g'ri motivatsiyada. To'g'ri, siz aytishingiz mumkin, lekin agentlarim menga o'sha 8 tonna yoki 10 tonna sotmasa, ular o'sha 3-4 tonna sotganiga bonus berishim menga невыгодный, menga hech qanaqa foydasi yo'q deyishingiz mumkin, to'g'ri. Lekin birdaniga unaqa невозможный narsani qo'yish ham noto'g'ri bo'ladi. Bu narsani plavniy sekin olib chiqish kerak. Masalan, 3 tonna sotib turibdimi, siz bonusni ozgina oshirib 4 tonnaga qo'ying. 4 tonna sotsang, mana shuncha premiya olasan yoki mana bunaqa KPI programma, ya'ni 4 tonnadan oshirsang ko'proq olasan, 4 tonna nima qilsang shuncha pul olasan. Endi 4 tonnaga ozgina yetmay qolsa, mana buncha pul bonus olasan degan nimada shu KPI programma, bonusli programmani belgilab berishingiz mumkin bo'ladi. Masalan, mana birinchi oyiga 4 tonna plan qo'ying, keyingi oyga 5 tonna qo'ying, ya'ni o'sha bonusga chiqadigan plani. Keyin 7 tonna, undan keyin sekin 10 tonnaga chiqarib qo'yasiz. Asta sekinlik bilan bo'lsa, bu narsani sekin ular qilishadi. O'sha pulni, shirini, tam boshqa narsada qiziqib, ular harakatga chorlanishadi. Bu yerda yana stimul ham bo'ladi. Masalan, birinchi oy shu 4 tonna qilib, bonusini qo'liga olgandan keyin ololmay qolganlar uchun ham bu kuchli motivatsiya bo'ladi. Ololmay qolganlarni bu oldi, mana bo'larkan-ku, mana bajaryapti-yu, demak aldashmabdi-yu deb ularda ham intriga paydo bo'ladi. Endi u qo'liga pulni olgan odam, конечно, keyingi oy yana olishni xohlaydi. Demak, siz uni 5 tonnaga ko'tarib qo'ysangiz ham, 3 tonna sotayotgandim, 4 tonnani sotdim. Endi 5 tonnaga ko'tarishgan bo'lsa, buni ham, конечно, qila olaman deb o'ziga уверенность ham paydo bo'ladi. Orada o'sha stimul berish uchun, yana bir katta selga yetish uchun, rag'bat berish uchun kichkina bir qanaqadir motivatsiyachalar ham bo'lish kerak. Katta asosiy motivatsiyaga yetish uchun yo'l-yo'laki ularga madad bo'ladigan, ularni yana ham motivirat qiladigan kichkina motivatsiyalarni ham qo'yish kerak. Masalan, oylik plan qo'ydingiz-da. Lekin haftalik qanaqadir bonuslar ham qo'yish mumkin. Masalan, eng ko'p shartnoma tuzganga yoki eng ko'p zakaz olganga aslida o'zi hammasi o'sha planni ko'proq bajarishga olib boradi, lekin sal boshqacharoq yondashib, masalan, imенно shuncha tonna demasdan, bu haftada eng ko'p zakaz olib kelgan o'sha agentga
masalan mamlaqa sovg'amiz bor yoki nima deydi, eng ko'p deylik sotilmayotgan tovar bo'lishi mumkin yoki boshqa va boshqa xullas. Endi buni yo'llari ko'p juda ham. Maqsad nima? Maqsad o'sha kichkina motivatsiyani berish va o'sha katta asosiy maqsadga bo'lgan yo'lda bular ham sekin motivirat qilib, yana ham rag'batlantirib boradi. Ya'ni bir haftada bir kichkinaroq summani pulni qo'lga oladi. Pulni ushlagan odam katta narsaga обязательно harakat qiladi va uni yon atrofidagi ko'rib turgan o'sha erisha olmagan agentlar ham ularda ham ichida intriga paydo bo'ladi va ular ham ko'proq sotishga va men undan qolishadigan joyim yo'q deb harakat qilishga majbur bo'lishadi. Xullas kalom, siz o'zingizni agentlaringizni o'sha ko'zini yondirib ishlatish uchun ularni bir boshini qotirib, bir tupikka tiqib, har xil boshqacha narsalarni o'ylab topib, bir nimalar qilib, velosipedni qaytadan ixtiro qilish yoki hech kim qilmagan ishlarni qilish, hech qachon sinalmagan narsalarni qilish, xullas boshingizni ortmasdan, ularni ham boshini ortmasdan, prosta motivatsiya bering ozgina. Masalan, yaxshiroq ishlagin, senga ko'proq beraman deng. Bu so'zini isbotini bering. Sal yaxshi ishlasa, ozgina ko'proq bering. Yana ham yaxshiroq ishlasa, yana ham ko'proq bering. Mana shunda ular ham yana ham ko'proq yaxshiroq ishlashga harakat qilishadi. Hamma pulni yaxshi ko'radi. Men ham yaxshi ko'raman, boshqalar ham. Agentlar tim bo'li yaxshi ko'rishadi. O'shaning uchun ularni birinchidan mehnatini qadrlang, ular o'sha yaxshi ko'rgan narsani bering, ular ham sizni, конечно, xursand qilishadi. Ya'ni nima qilib? Ko'proq sotib sizni xursand qilishadi.